Bugun sizlar bilan qo'chqorlarga qanaqa yemlar berish kerak shu haqida gaplashamiz. Do'stlar, sizlar so'ragan va men va'da qilgan kontent tayyor. Yaqinroq o'tirib olsanglar, videomiz ikki qismga bo'linadi. Birinchi qismimizda men o'zim qo'chqorlarimga qanaqa hozir kunda ovqat, ya'ni yem beryapman. O'shani ko'rsatib beraman va ikkinchisi eng arzon yem berish tartibini tushuntirib ketaman. Xo'p, do'stlar, quruq yem asosiy sostavida bizda bor somon va beda aralashgan drabilkalar chiqarilgan shunaqa assortiment. Ko'rsanglar bo'ladi. Somonimiz va bedamiz baravar aralashib chiqib ketgan. Mana shundan 3 mahal beraman. Yemi bilan birga qo'shib 2 mahal va obedida ko'proq, to'g'riroq beriladi. Ratsion kamikornimiz, bug'doy sechka aralashgan, sechkasidan olsa bo'ladi, aralashmasini uni ham olsa bo'ladi. Sechka arzonroq, bug'doy sal qimmatroq, sechka 3400 dan tushadigan bo'lsa, bug'doyingiz hozirgi kunda 3900 dan aylanib o'tdi adashmasam. Kepigimiz mo'tabar kepik va kamikornni bu yerda juda ham ko'p vitaminlar bor. Quruq berayotganim hisobiga bu kamikornni quruq bersiz ancha foydasi ko'p ekan va zarar bergan. Hamda shunaqa o'z buqalar uchun buzoqlar va buqalarni ozuqaga qo'shimchasi moddasi va soda. Oltin go'rtimiz qolmagan, oltin go'rtdan ko'rsatib beradi va tartibga ko'rib tuz beramiz. Bu yerda buqalar uchun ko'rsatilgan bo'lsa ham, qo'chqorlarni ham suyugini buzib berishiga juda ham yaxshi yordam beradi. Bug'doy. Bug'doy ko'roq, sechka bug'doy, ustiga endi anaqalarni ozgina qolib ketgan sochib qo'ydim. Chiroyli ko'rsin deb. Kamikornimiz sal og'irroq bo'ladi bundan. Lekin bir xil ham, bu aytgancha bir xil bo'ladi, chunki vesimiz почти bir xil edi. 400 grammni o'lchab qo'ygan. To'ldirib beramiz. 7 kilo emas, buni sal kamroq bersak ham bo'ladi. O'xshi 12 kilo bo'lishi kerak. Kamikorn beradigan bo'lsanglar, kepini bermasligiga tadbir ko'rib bo'ladi. Bu yerda hozir endi gramlarini ko'rsatib ketmadim. Lekin общий kilosini chiqarib berdim. Ya'ni yarim kilodan ishligi kerak, hozir 12 kilo bo'lishi kerak. Bir mahal bersanglar bo'ladi, 2 mahal berish shart emas. Primerni beraverasiz. Eng yaxshisi qo'shuvda beringlar. Menga o'sha erinchoqlik qilib, anaqa qilib sochib o'tirmanglar. Yer yong'oni po'chog'i. Mandarin po'chog'i emas, yer yong'oni po'chog'i. Yer yong'onlari ham bor, lekin bu po'choq. Почти sutikingni olganman. Mana ko'p pulab ketmaydi. Sirli unsurimiz tuzimiz. Oldin pochkalar beryotgandim. Pochkaga qoplab qo'ysangiz ancha arzoncha. Bismillah deb aralashtiramiz endi. Hop, do'stlar, oxiriga to'ldirib somon bayda aralashgan solib berdik. Ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi shaqillatib yoribdi. Okalar, videoni ko'rdinglar degan umiddaman va video manfaatli bo'lgan bo'lsa, sizlar qiziqqan savol 5 bilan tushyapti. Bitta qo'chqorimga bir kunlik yemim 5366 so'mdan tushyapti, ya'ni 5300 so'mdan tushyapti quruq bergan tartibimda. Bitta qo'chqorimizga 24 ta qo'chqorga o'zingiz ko'paytirib olasizlar. Keyingi videomiz do'stlar, arzon yem haqida va mayli, aytmay qo'ya qolaman. Arzonchi yem haqida keyingi qismda chiqaramiz, ya'ni bu ertaga bo'ladi. Videoni kuzatib boringlar, bizga obuna bo'linglar. Xudo xolasa yana ham manfaatli videoni sizlar uchun qo'yib boramiz.